ota-ona Muhammadni tabiblarga ko'rsatdi. Tabiblar davolab bo'lmasligini aytadi. Oradan 2-3 yil vaqt o'tib, Imom Buxoriy 4-5 yoshlar chamasi bo'lgan. Bir kuni onayzor har galgidek yarim kechasi tahajjud namozini o'qib, joy namoz ustida soatlab duo qildi. Onaning ko'zlari o'sha joy namoz ustida uyquga ketdi. Qarang. Ona bir tush ko'rdiki, tushlarda Ibrohim alayhisalom ayon berdi. Ey volida, seni Allohga qilgan duolaringni Alloh mustajab qildi. Ona qaraydi. 2 yoshida ko'zi ojiz bo'lgan Muhammad 4 yoshida bu yorug' dunyoni ko'ra boshlagan edi. Az mehmonlar qarang, bir onaning duosini Alloh mana shunday mustajab qilib qo'yadi. Mana o'shandan so'ng bu inson 7-8 yoshlarda butun qori bo'lgan. Qur'oni Karimni yoddan bilgan. Imom Buxoriy 10-11 yoshida 70 mingdan ziyod hadisni yoddan aytib bera olgan. Lekin Imom Buxoriy yosh bola paytida otadan ajragan. Yoshligida ota vafot etgan. Imom Buxoriy 16 yoshga yetganlarida ilmi shu darajada bo'lgan. Bitta kitobni bir marta o'qiydi. Bitta kitobni yodda saqlab qolish qobiliyat bo'lgan. Az mehmonlar Imom Buxoriy 16 yoshlarida Ahmad ismli akasi onasini olib haj ibodati uchun Makka ga boradi. Haj ibodatini qilib onasiga aytarkan, onajon deydi, men mana shu Makka da qolib payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni muborak hadislardan to'plasam deb 16 yoshlarida Muhammad arab davlatida qoladi. Aka ona yurti Buxoroga qaytadi. Bu kishi o'sha qolishda 40 yildan ziyod vaqt arab davlatlarida bo'lgan. Imom Buxoriy Kufada bo'lgan, Qohirada bo'lgan, Misrda, Makkada, Madinada, Hijoz, Shom, Mishopur, Basra eng ko'p yashagan joyi Makka bilan Madina bo'ladi. Az mehmonlar, Imom Buxoriy arab diyorida 40 yildan ziyod vaqt yurgan. Bu insonning tarixida keladiki, 600 mingdan ziyod hadis to'plagan. 600 mingdan ziyod hadislar ichidan 7275 ta sahih hadislarni ajratib, ularni kitob shakliga keltirgan. Arablar butun unvonlarni beradi. Imomut dunyo, butun dunyo imomlarining imomi, hadislar ilmini buyuk sultoni degan unvonni berdi. Az mehmonlar 16 yoshida arab diyoriga borgan Imom Buxoriy 58 yoshlarida vatani Buxoroga qaytdi. Buni eshitgan Buxoro xalqi Imom Buxoriyning oyoqlari ostiga 8 kilometrgacha poyandoz qo'sharkan. Xalq juda yaxshi kutib olarkan. Bu ko'pchilikka yoqmagan. O'sha davrlarda Buxoroning amiri bo'ladi. Xolid ibn Ahmad Zuhali Imom Buxoriyni chaqirtiradi. Sen deydi xalqqa emas, faqatgina kelib meni farzandlarimga ilm o'rgatasan deganda Imom Buxoriy shunday hadis aytadi. Beshikdan to qabrgacha ilm izlanadi amirim. Farzandlaringizga ilm kerak ekan, madrasam eshigi ochiq kelsin. Lekin meni saroyga borish niyatim yo'q, amir. Bular darg'azab bo'lar ekan, amir qarang. Imom Buxoriyga birdan tegin olmagan. O'sha amir o'zi yaqinlarni chaqiradi. Imom Buxoriy to'g'risida noto'g'ri fatvo chiqaryapti deb butun Buxoroda ig'vo tarqattiradi. Az mehmonlar, Buxoroda ig'vo tarqagandan so'ng Imom Buxoriy ona vatani Buxoroni tark etib, mana shu qishloqqa keladi. Bu qishloq qadimda Xartang deb atalgan. Bu Xartangda Imom Buxoriyning bittagina qarindoshi bo'ladi, G'olib ibn Jibril. O'shaning uyiga Buxorodan kelgan, bu yerda yashagan. Bu yerda 3 oylar yashagan. Bu insonning farzandlari oilasi bo'lmagan. Imom Buxoriy og'ir betob bo'ladi. Qarang, az mehmonlar, yaxshilab to'planib olaylik, qabrda tilovat o'qiymiz. E'tibor bering. Imom Buxoriy mana shu yerda xastalik paytlarida hozirgi Samarqand shahrida mana shu qishloqqa bir chopar keladi. Chopar aytadi, Samarqand ulamolari ertangi hayit namozida ustozlik qilishingizni so'radi. Rozilik bildiradi, bu kishiga ot keltiradi. Imom Buxoriy ot yoniga borar ekan, bitta uzangilarga oyoq qo'yib, ikkinchi uzangiga qurbi yetmagan, otga mina olmagan. Imom Buxoriy shu yerda vasiyat qilgan, meni vafotim yaqin deydi. Shu qishloq qabristoniga dafn qiling. Az mehmonlar, bu insonning farzandlari oilasi bo'lmagan. Imom Buxoriy uzoq duolarda bu dunyoni umuman tark etadi. Bu melodiy 810-yil Buxoroda tug'ilib, melodiy 870-yil Ramazon oyining oxirgi kunida 61 yoshida Imom Buxoriy mana shu Xartang qishloqida vafot etgan. Az mehmonlar, bu inson vafot etganidan so'ng jasadidan ter quyilgan ekan, ter.
Bu holatning sababini hech kim aytib bera olmagan. Imom Buxoriyning o'zining vaqtiga ko'ra mana shu yerda qabrga dafn qilarkan, dafn kechasi qabrdan nur taragan. Bu joydan xushbo'y hidlar taragan. Az mehmonlar, odamlar kelib deydi, qabr tuproqlardan xonadonlarga ham olib keta boshlagan deyiladi. Tarixda shunday keladi. Tez dardmanlarga shifo bo'lyapti deb. Tez orada qabrda tuproq qolmagan. Qabr ochilish joyiga kelib, yon atrof mutasaddilar qabrni tuproq bilan yopib, yog'ochlar bilan o'rab, Imom Buxoriyning qabri 10-asrlardan ziyorat qilib boshlandi. Hozir asl qabrini ziyorat qilamiz, mehmonlar. 1-2 daqiqa bir voqeaga e'tibor bering-da. Imom Buxoriy yashagan davrlarda bu joylar masjid emas, qabriston bo'lgan. 9-asrlar, 16-asr yarmiga kelib, Buxoro xon Abdullohon bu yerdan masjid qurdi. Har bir qabr tilovat bilan o'tkazildi. Azlar bu ziyoratgoh hovlisi Sovet ittifoqi davrida omborxonaga aylandi. Bu yerlar butun dorixona bo'lgan. Yon tog'zor, ko'chalar chang bo'ladi. 1956-yillar Indoneziyaning prezidenti bo'ladi Sukarno Moskvaga davlat ishi bilan borib, Moskvada Imom Buxoriyning qabrini ziyorat qilishlikni so'raydi. Imom Buxoriy o'zi kim, qabri qayerda hech kim bilmagan. Topinglar deydi O'zbekiston, Buxorodan topolmagan. Ma'zur mana shu yerdan topib qarasa butun omborxona. Mehmondor qilishga ruslar uyaldi. Aytib o'tganimizda uzoq joyda. Bu yerlarda samolyot qo'nadigan joy yo'q. O'zimizda Lenin mavzoley bor deganda Sukarni yig'laydi. Ko'ziga yosh oladi. Allohga shukr topilibdi-da. Men piyoda bo'lsa ham borishga tayyorman. Mehmondor kelgan qo'yildi, majbur bo'lgan. 3,5 kun berlarni tozalab, qarang 4-kuni kechasiga to'lib olib kelgan. Az mehmonlar Indoneziya prezidenti ko'chadan yalangoyoq kirib kelgan deylar. Hovliga kelganda emaklab keladi. Qabr yoniga joynamoz to'shatadi. Chunki u inson qori murattab bo'lgan. Rahbarlar o'yladi, yarim soat qilib ketadi. Qori mana shu joyda tong otguncha yig'lab Qur'on o'qiydi. Tong otib xaroba joydaligini ko'rib yig'ladi musulmonlar deydi. Shunday buyuk muhaddisning qabri abadiy bo'lib qolgan joylar shu yer bo'ldimi? Beringlar, men kutaman deydi. Qancha kilogramm qabr tuproq bilan olsam, agar tuproq tonna bo'lsa, vatanim hisobidan men sizlarga tonna tilla beraman deganda, O'rta Osiyo muftiysi Toshkentlik Ziyovdinxon Boboxonov kuyovda bo'lgan. Aytadigan siz olib ketaman desangiz biz yo'q deya olmaymiz. Lekin avlodlar so'rasa biz nima deb javob qilamiz deb qabrda saqlab qoldi. Mana az mehmonlar mana shularni qarang. Mana bu yoqqa o'tib ketish shart emas mehmonlar, e'tibor bering. Mana shularni qarang. Hammasi oq rangdagi toshlar, bular Gretsiyadan keldi. 5 yil berdi bu yerda qurilish ketdi. Hozir qabrga tushamiz. Bu yerda tilovat o'qiymiz. Mehmonlar, bu yerdagi toshlar Turkiya toshlari hisoblanadi. Mana bu zumrad toshlar, Masqaradagi hamma toshlar izvrut deydi. Zumrad toshlar tonnalab ketgan. Az mehmonlar, 174 ta ustum Hindistondan kelgan toshlar bular. 174 ta qarang, yog'ochga o'xshaydi. Lekin bular tosh. Az mehmonlar, Imom Buxoriy ziyoratgohi hammasi bo'lib 63 gektar. Arkada 27 ta mehmonxona, 4 ta qaroqxona, 10 ming kishilik namoz. Minoralar 75 metr, maqbara 27 metr, namozxona balandligicha 41 metr hisoblanadi. Azlar ko'pchilikmiz duo qilaylik. Hadis bor, ko'pchilikning duosi mustajab. Men tarixini gapirib boraman azlar. Sizlar mana ekskursiya xizmati shu yerda tozaligiga bir himmat qilsangiz, birov 5 ming, birov 10 ming berib, men ham ovoqchiga topshiraman. Hammamiz haqimizga duolar qilib, bir pastga tushib hammaga duo qilasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo har biringizni, har bir bosib kelayotgan qadamlaringizga ajr va mukofotlar bersin. Har biringizni xonadoningizga Alloh tinchlik, xotirjamlik, Alloh barakani bersin azizlar. Bolalarimizga ilm taraflarga ilm bersin, baxt taraflarga baxt bersin, farzand taraflarga farzandlar bersin. Talaba bo'laman deganlar bor, Alloh niyatlariga yetsin. Dardmanlarimizga shifo bersin. Kelajakda mana shu joylarga hojatlar bo'lib, hojonalar bo'lib kelib, shukronalarda yana qayta kelib duolarni bo'lishlikni Alloh har birlaringizga nasib bo'lsin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika ya rahim. Allohu akbar. Savollar bo'lsa